Bunchalik katta parkovka nima uchun qilingan? 300 tagacha sig'dirib bilamiz. 30 ta? 300 tagacha sig'dirib bilamiz. Demak, u podvalni ichidan Podvalni ichidan. 3-etajgacha olib chiqib Podvalni ichidan o'sha haqiqatan ham o'sha mana aravalar hammasi rashodga olingan, liftga chiqadi, liftdan ikkinchi etajga chiqib koridorlar bo'yicha o'zining do'konlariga. Umumiy oldingi fasad qismimiz 3 qavat, yerto'lasi bilan 4 qavat hisoblanadi. Ha, demak, yerto'lasi bor. Chet ellarda Xitoy davlatida bo'lganmiz, misol Turkiyada bo'lganmiz, Tailandda bo'lganmiz, boshqa bir mamlakatlarga borgan vaqtimizda haqiqatan ham o'zimizni qiziqishimiz bo'yicha oldin bir bozoriga boramiz. Fasad qismidagi kiradigan joyimiz necha metr? 12 metr. Qurilish materiali bilan savdo qiladigan do'konlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir mijozlar bozorga boraylik deydi. Har bitta mahsulotlarni keyin narxigacha yozib qo'yamiz. Qaysi do'kondan nima mahsulot sotilyapti? Navoiydagi eng yirik savdo komplekslaridan biri Nurbuloq savdo kompleksi bilan tanishib chiqamiz. Bunda bizga shaxsan savdo kompleksining egasi Jo'rabek aka hamrohlik qiladilar. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sizlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Oxirgi marta kelganimizdan beri qurilish anchagina avjida, anchagina bitib qolgan ekan. Shu qurilish haqida bizga to'liqroq ma'lumot berib o'tsangiz. Bu shahrimizda barpo etiladigan qurilish materiallari bilan savdo qilish majmuasi qurilishini boshlaganmiz mana 2 yil davomida. Nasib bo'lsa mana shu yilgi sentyabr oyiga Mustaqillik bayramiga taqdim qilmoqchimiz. Bu majmuaning qurilishini sababi o'zimiz quruvchi bo'lganimiz uchun mana shaharimizda joylashgan Darxon bozorini o'zimiz borganmiz, savdolashganmiz, boshqa qilganmiz. Bu yerdagi haligi tirbandlar, mashina bilan kirish yoki yuk olib kelish yoki yuk olib chiqishda muammo bo'lgani uchun shu fikrni olib, shu o'zimizga tegishli bo'lgan yerdan shu majmuani qurishga qaror qildik. Birinchi bu yoqqa kelganda odamning ko'zi srazi parkovkaga tushadi. Bunchalik katta parkovka, bunchalik katta mashina qo'yadigan joylar nima uchun qilingan? Buni qilinganining sababi haqiqatan ham qurilish materiali degandan so'ng u yerda katta yuk mashinalarida mahsulotlar olib kelinadi. Mahsulot olib kelingandan keyin yo'lda qolib ketmaydi. Yo'lda tirbandlikni mavjud qilmaydi. Mahsulotini olib kelganda bemalol tushirib, o'zini omborxonalarga joylashtirganini do'konlarga joylashtirib, muammo tug'ilmasligi sababli mana shuncha katta turargohni yaratib qo'ydi. Demak, bu katta traklar bemalol joylashsa bo'ladi, to'g'rimi? Bir vaqtda o'zida nechta trakni joylashtirsa bo'ladi bu yoqqa? Bir vaqt o'zida bu katta mashinalar, yuk mashinalaridan 300 tagacha sig'dirib bilamiz. 30 ta? 300 tagacha sig'dirib bilamiz. Yaxshi. Bundan tashqari bu yerda mana do'konlarda ishlaydigan xodimlarni texnikalari, o'zlarining yengil mashinalari ham 100 ta, 150 ta, 200 tagacha mashina joylashadi. U ham xuddi shu joyda o'zida. Xuddi shu joyda o'zida. Undan tashqari mijozlar bilan keladigan haqiqatan ham uni hisoblab qaraganda bu yerda kamida 300 ta yengil mashina sig'adigan joy mavjud. 300 ta yengil mashina. Yengil mashinalar kirib, bemalol savdosini qilib, misoliga u do'konlarni aylanib, ko'rib, o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotlarni o'sha o'zlari bilan olib kelgan texnikalar bilan daji ichkarigacha kirib, har bitta do'konning oldida texnika aylanish masalalarini ham yechib qo'yganmiz. Ruxsatini oladi, haqiqatan ham yuk o'sha ichkarida savdo qilgandan keyin o'sha qo'l bilan ko'tarib chiqmaydi-da, o'sha o'zining texnikasi bilan kiradi. Agar o'zining texnikasi bo'lmasa, mana yengil mashinalarni yoki o'sha yuk tashiydigan kichik mashinalarni ham barpo qilib qo'yganmiz. Haqiqatda juda ham zo'r loyiha. Nimagaki o'zimiz ham bozorlarga borganimizda eng katta probka, eng katta tirbandlik bozorning yonida bo'ladi. Agar u katta mashina bo'ladigan bo'lsa-ku, umuman gapirmasa ham bo'ladi. Hamma bir-biriga gapirgan. Juda ko'pchilik savdo egalarini bilaman, ular yuklarni kechqurun mashinalar kam paytida olib keladi-da. Demak, 24 ga 7 xohlagan vaqtida ular o'zlariga qiyinchiliksiz zakaz bersa bo'ladi. Xohlagan vaqtda tushirib, ortib olib ketish sharoiti yaratilgan. Tushunarli. Binoni o'zi fasadi va umumiy necha qavat aka hozir bu yerda? Umumiy oldingi fasad qismimiz 3 qavat, yerto'lasi bilan 4 qavat hisoblanadi. Ha, demak yerto'lasi bor, ha? Yerto'lasi aynan nimaga moslashtirilgan? Yerto'lasi hammasi omborxona uchun hisobga olingan. Omborxona 56 ta omborxona mavjud. O'sha olib kelingan mahsulotlar bu yerda tushirilgandan keyin kichik yuk mashinalariga kirib, omborxonaning ichiga yerto'laga bemalol kirib, yukini tushirib qaytib chiqish
masalalarini hammasi ko'rilgan, loyihaga kirgizilgan. Zo'r haqiqatan. Jo'rabek aka, birinchi o'rinda bu yoqqa ko'zga tashlanadigan narsa fasaddan ham tashqari kattakon lift turibdi-da. Bu lift nima uchun qilingan? Bu lift o'sha aholini birinchidan o'sha omborxonaga tushgan yukini birinchi etajda sotiladigan birinchi qavatda haqiqatan ham bir og'ir yuk mahsulotlari, misoliga qurilish mahsulotlari, ikkinchi etajimizda, ikkinchi qavatimizda misol yengilroq, misol aboy, lyustra, o'sha yuvelirni narsalar sotish uchun mo'ljallangan. Endi misoliga o'sha quruvchilarga ham yoki do'konchilarga ham keladigan mijozlarga ham qulaylik yaratish maqsadida mana yuk liftini o'rnatyapmiz bu yerga. Bu yukni bu liftni qulaylik tomoni haqiqatan ham yerto'laga o'sha joylashgan omboridagi narsasini o'zini do'konigacha olib chiqishga. Agar mijoz ko'proq narsa bo'lsa ombordan yuk bersa o'sha demak u podvalni ichidan 3-chi etajgacha olib chiqib podvalni ichidan o'sha haqiqatan ham o'sha mana aravalar hammasi rashoti olingan, o'shalarga yuklagandan so'ng qo'l bilan ko'tarib chiqmaslik maqsadida liftga o'sha yerto'ladan chiqadi, xolasa birinchi etajga olib tushadi. Do'kon egalari bo'lsa shu yerdagi mahsulotini qo'l bilan ko'tarib qiynalmasligi uchun shu sharoit yaratib qo'yilgan, liftga chiqadi, liftdan ikkinchi etajga chiqib koridorlar bo'yicha o'zining do'konlariga to'shib kirish. Demak, men misol uchun bemalol ishonch bilan ayta olsam bo'lar ekan, agar yuqori qavatdan og'ir texnikali narsalarni sotadigan bo'lsam, motorlar, mashinalar zapchastlarini sotadigan bo'lsam, bemalol ikkinchi yoki uchinchi etajlardan даже joy olsam bo'ladi. Bemalol bu uchun lift bor. U uchun lift bor, hech qanaqa bu yerda muammo yo'q. Birinchi etaj yoki birinchi qavat yoki ikkinchi, uchinchi qavat deb o'tirish nima deydi? Qiyinchilik yaratmaydi, chunki lift 1 tonnaga moslashgan, 1 tonnagacha yuk. 1 tonna yuk bemalol ko'taradi. 1 tonna yuk bemalol ko'tarib o'sha do'konlarga olib chiqadi. Yangi sotilgandan so'ng ham o'sha yuklarni ham hammasini o'sha yuk lifti bilan bemalol olib chiqib o'zini o'sha manziliga yetkazib berish uchun qulaylik uchun yaratib qo'ydik. Zo'r, gap yo'q. Demak, biz hozir Nurbuloq savdo kompleksini fasad qismidagi birinchi etajdamiz. Birinchi etajdagi do'konlar haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tadilar. Jo'rabek aka, birinchi qavatda umumiy uzunligi qancha? Umumiy uzunligi 70 metr. Endi 4 metrdan iborat. Birinchi qavatimizda 28 ta 30 ta do'konlar joylashgan. Birinchi qavatda o'zida demak 28 ta 30 ta do'konlarni bemalol sig'dirsa bo'ladi. Do'konlarning kengligi qancha aka? Kengligi 24 metr kvadratliklari bor, 36 metr kvadratliklari bor, 20 kvadrat metrligi bor. Endi do'kon egalari har xil mahsulot keltirib sotadi. Kimdir ob'yom kattaroqlarni keltirib sotadi, kimdir kichkina mayda-chuyda bilan savdo qiladi. O'sha uchun kimdir kichikroq do'kon tanlaydi, kimdir kattaroq do'kon tanlaydi. Lekin hamma sharoit yaratilgan. Qanaqa razmerda bo'lsa, o'sha razmerda qilib beriladi. Mana bu yerda ko'ryapman. Bu eshiklar hozir akva uchun mo'ljallanyaptimi yoki hozir stiklani, shisha eshiklar uchun mo'ljallanyaptimi? Yo'q, bu akva uchun mo'ljallanyapti, chunki sababiki bu yerda qurilish materiali bo'lgandan keyin bu yerda aravalar yuradi. To'g'ri. Ko'tarib yuklarni ko'tarib chiqadi. O'sha shishadan qilingan eshiklarimiz 90 gradusga ochiladi. Hozir biz akvadan, sifatli akvadan qilyapmiz. Bular 180 gradusga ochiladi. Akva eshiklar. O'rtadagi koridorga bemalol yurib o'sha aytgan mahsulotlarni olib chiqib ketishga qulaylik yaratish maqsadida 180 gradusga ochiladigan akva eshiklari qo'yamiz. Tushunarli. Demak, agar shisha eshiklar endi baribir trend hozir juda ko'p magazinlarga qarasak shisha qo'yilgan, lekin qurilish do'konlari uchun tavsiya qilinadigan aynan akva. To'g'rimi? Haqiqatan ham bu yerda mana katta bironta aravada o'tsa ham yoki odamni o'zi o'tsa ham, bironta mahsulot olib o'tsa ham, eshikka bittadan urilib ketsa, bu ortiqcha xarajat qo'yishi mumkin, ortiqcha boshog'ri bo'lishi mumkin. Noqulaylik yaratadi. Shuning uchun buni hamma tomonlama o'ylab chiqilgan, loyihalarga kirgizilgan hammasi, чтобы ertaga hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Shunday bozorimiz, ya'ni do'konlarimiz shunaqa bir ajoyib bir hamma tomonlama qulaylikka moslashtirilganki, чтобы ertaga o'sha do'konchilarda qanaqadir muammolar paydo bo'lmasin degan maqsadda. Bu o'zlari bilan ham suhbatlashganmiz. U yoqni qanaqa beraylik, bu yoqni qanaqa qilaylik, do'konlarni aylanganmiz, Xitoy davlatiga borganmiz, Turkiyaga borganmiz, haqiqatan ham o'sha qurilish bozorlarini o'rganib chiqib, o'sha loyihachiga o'sha o'zimizni o'sha takliflarimizni aytib, o'shanga moslashtirib qurganmiz.
Tushunarli. Bo'lmasa, podvalni o'ziga prям shu yerdan o'tib ketiladi, to'g'rimi? Birinchi etajda o'zidan. Unda podvalga borib, podvaldagi sharoitlarni, bizning skladning sharoitlarini bemalol tanishsak bo'ladi. Demak, endi fasad qismidan ichkari qism, ya'ni asosiy blogimizga keldik. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, juda ham katta proqatnoy joy qilingan, xohlagan turdagi katta yuk mashinalari kirsa bo'ladi. Va mana bu qismni o'zini ko'rib turibsizlar. Jo'rabek aka, mana shu qismni o'zi mana birinchi fasad qismidagi kiradigan joyimiz necha metr? Mana bu 12 metr. Bu shunga moslashgan-ku, hamda mana misoliga pajarni mashinalarga qulaylik yaratilgan. Endi katta majmua bo'lgandan keyin har xil holat bo'lishi mumkin. Shunday yoqibman. Hammasi loyihada qanday berilgan bo'lsa shunday qilingan, hamma soktoblar yo'lga qo'yilgan bu yerda. Demak, bu xavfsizlik jihatidan ham juda ham qulay hisoblanadi. Faqatgina bu o'zingizlarni tovaringlarni olib kelishinglar uchun emas, agar bu yerda xudo ko'rsatmasin bironta holat bo'ladigan bo'lsa, qisqa zamikaniya bo'ladimi, boshqa holat bo'ladimi, katta mashinalar, bajarni mashin bemalol kirib kelib, tezgina o'zini ishini qilish uchun juda ham qulay. Baribir где-то bir 4-5 yillar oldin o'zimizning bozorlarda ham shu narsa bo'lganda, u yoqda yong'inlar chiqqandan keyin sababi-ku o'sha ulgurmay qoladi, kira olmay qoladi. Mashina kira olmaydi, hamma yukni tushirib tashlaydi. Bu yerga yukini qo'yganda ham bu yerdan mashina bemalol aylanib o'tadi. O'shalar hammasi suktobi qilingan. Shunday haqiqatan. Mana bu tomonlarni o'zini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda 10 metr rassiyada har bitta do'konlarning orasi ochilgan. 10 metrga xohlagan turdagi mashinalar qiynalmasdan kirib keladi. Misol uchun, mana bu yoqdan mashina kirib keldi va sizni magaziningiz mana shu do'konning oxirida, mana shu qatorda oxirida. Bemalol bu yoqqa mashina kirib, o'sha katta gruzovoy mashina o'zida hech qanaqa odamlarning o'zi yordamsiz to'g'ridan-to'g'ri borib magazinga tovarlarni tushirishi mumkin. Jo'rabek aka, ko'rdik, loyiha juda ham zo'r. Bu loyihani bitishini anchadan beri kutganlar bor. Endi xudo xolasa qachonga bitirish, qachonga ochilish bo'ladi? Endi niyatimiz shu davlatimizda, mamlakatimizda mustaqillik kuniga, mustaqillikka shu sovg'a sifatida o'sha xalqimizga yoki davlatimizga taqdim qilish. Hatto ham shu mehnat endi har tomonlama loyiha nimalar bilan qurilyapti, har tomonlama qulayliklar yaratilyapti. Nasib bo'lsa mana shu 2025-yilda 1-sentyabrda o'sha ochilish marosimi haqiqatan ham shu o'zimizning o'sha nimamizga niyat qo'yganmiz. Nasib bo'lsa shu niyatiga erishish Alloh tomonidan bizga ham kuch-quvvat bersin. Aholimizga qulaylik yaratib beraylik. Bu majmuamiz 6 ta blokdan iborat. Har bitta blokda ikkitadan parallelni do'konlar qurilgan. O'rtasida o'sha 6 metrdan 10 metrgacha araliq so'qtovlari qilingan. Mana qor yomg'ir suvlari ham yerga tushmaydi. Hammasi tomdi suvlari kelib kanalizatsiya orqali o'sha yo'lga chiqib ketadi. Hech qanaqa bu yerda qor, yomg'ir, bunaqa noqulayliklar bo'lmaydi. Hamma tomonlama o'sha puxta o'ylangan. Demak, masalan, haqiqatan ham juda ham to'g'ri gap aytdingiz hozir. Tepa qismida yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa juda ko'p magazinlarda, juda ko'p do'konlarda agar notekislik bo'ladigan bo'lsa, notekislikda suv yig'ilib qoladi. Shunday. Keyin juda ko'p joylarda bo'ladi, mana bunaqa g'ishtlar qo'yib, terib qo'yib odamlar o'tardi-ku. Lekin bu yerdagi suvlar birontasi yerga tushmaydi. Hammasi tarnov orqali mana kanalizatsiyaga tushadi. Mana hamma joyda mana qo'yilgan o'sha yerga tushgan qor yomg'irlar ham hammasi birdaniga o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha o'sha ariqqa tushadi, ichki ariqqa. Ichki ariq orqali o'sha sentralniy kanalizatsiyaga tushib ketadi. Hech qanaqa bu yerda bunaqa demak, bozorda o'zini toza ozodaligini ushlash uchun klientlar keladigan odamlarga noqulaylik tug'dirmasligi uchun bu narsa o'ylab topilgan. Juda ko'pchilik joyda bo'lardi, masalan, bitta do'konni yonida suv yig'ilib qoladigan bo'lsa, odamlar o'sha do'konga kirmasdan boshqa do'konga o'tib ketadi. Kirmaydi yoki o'sha demak, buni holat bu yoqda bo'lmaydi. Suvga botadi yo boshqa bir noqulaylik, o'sha qanaqadir o'sha nima kayfiyati buzilib ketadi. Bu yerga kelgan odam shunday bir xursandchilik bilan chiqib ketish kerak. Ham bozorda o'sha o'zini savdosini qilish kerak, ham o'sha bozorda chiroyliligidan bahramand bo'lish kerak. Shunaqa mana bu fasad qismimiz eko bozor hisoblanadi. Qishin, yozin bir xil temperaturada bu do'konlarning ham hammasiga hamma elektr energiya, hamma sharoitlari, suvlar yaratilgan. Hamma qulayliklar o'ylab,
hammasi loyiha kirgizilgan. Demak do'stlar, 1-sentyabr sanasida bemalol bizdan ham katta yangilik kutib qolsangizlar bo'ladi. Do'konlarimiz xudo xolasa o'sha kuni o'zini ochilish marosimlarini nishonlaydi va do'kon egalariga zo'r qilib topshiriladi. Qurishni o'zi qachon boshlandi aka? Qurilish 22-yil may oylarida boshlangan bo'lsa, bugungi kunda endi 2 yildan oshdi, 2,5 yilda. Planimiz ham 3 yil edi. 3 yil ichida bu majmuani qurishimiz kerak edi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa aytgan o'sha vaqtda, belgilangan vaqtda amalga oshirib, xalqimizga, davlatimizga mana shu katta majmuani topshirish niyatimiz bor. Bu majmuani qulaylik tomoni birinchidan mana shu logistikamiz deymiz, yo'l deymiz yoki o'sha avtoturargoh deymiz. Undan ham tashqari misol aytaylik 300 ta do'kon ishga tushganda ham 300 ta do'konda 300 ta egasi bitta yerdan 600 ta ish o'rni yaralish. 600 ta ish o'rni yaralishi degani bu 600 ta odamni uyida o'sha qozoni qaynash. Chet ellardan Xitoy davlatida bo'lganmiz, misol Turkiyada bo'lganmiz, Tailandda bo'lganmiz, yoki boshqa bir mamlakatlarda bo'lgan vaqtimizda haqiqatan ham o'zimizning qiziqishimiz bo'yicha oldin bir bozoriga boramiz. Bozorini o'rganamiz. Bozorda qanday o'sha davlat shuncha rivojlanib ketgan shu davlat. Qurilish materiali bilan savdo qiladigan do'konlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir mijozlar bozorga boraylik deydilar. Bu yerda hammasida birinchidan o'sha katta ekran bo'ladi. Katta ekranda har bitta mahsulotlarni keyin narxigacha yozdirib qo'yamiz. Qaysi do'konda nima mahsulot sotilyapti, qayerdan ishlab chiqarilgan, sifati qanaqa, kerak bo'lsa narxini ham belgilab qo'yamiz. Katta ekran har bitta magazinning o'ziga alohidami yoki umumiy bitta bo'ladimi? Umumiy bitta katta bo'ladi-da, u reklama aylanadi. Fasad qismida-da. Masalan, mana shu katta ekran qo'yiladi. Kelgan odam shunday ekranga qaraydi-da, aytadi-ku, tak 21-do'konda menga aboy kerak edi. U aboy Xitoyniki bor ekan, Turkiyaniki bor ekan. Narxlari ham chiqyapti deydi-da. Qo'rqmasdan o'sha 21-do'konga boradi.